Siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Men qarishonlar Nabija Allah. Bugünkü programımızda biz vatanda bo'layotgan Xitoy tajovuzlarining qilayotgan ba'zi bir yana zulmlarni har birlari bilan bir şekilde o'rtoqlashmoqchi. Bu zulmni o'rtoqlashish hammamiz uchun, bir og'ir keladigan, hammamiz uchun yani bir deyishdim adam biraz dilg'il bo'ladigan bir ish. Ammo vatanimizga reallik, vatanimizda Xitoy tajovuzchilarining qilayotgan qilmishlari bir kun to'xtab qolgani yo'q. Zulmi bir kun to'xtab qolgani yo'q. Xalqimiz mujna zulmlar ichida ingrab turyapti. Alloh tili yordam bilan bir fursat kutib turyapti qarindoshlar. İnşallah şu qarindoshlarımızning duosini ijobat qilib, bizning pat muddatda bir şu qarindoshlarimizni bir amaliy jihatdan qutultirib chiqa oladigan Xitoy tajovuzlarining o'ziga tegishli zarbasini bera oladigan shaklda maydonga chiqishga nasib qilsin deyman qarindoshlar. Qo'lda zavodda ishlayotdi, azam pul 200 qo'yamiz, 300 qo'yamiz degan gaplarimiz hikoya qarindoshlar. U maqsadga teşvik odamlarga anglatish uchun qilayotgan bir ko'z bo'yamchilikdan boshqa narsa emas. Chunki ras zavod bor, zavodda ish bo'lsa, shu 8 soat shu harbiy tuzumdagidek midinamay ishlaydi. U ishlash degan shu yana bir zulmning yana bir qismi. Anandaki ular ana o'xshashlam jazolarigidek tartiblashga, jazolarigidek menjuyishga, jazolarigidek kontrol qilishga sebep bo'ladi qarindoshlar. O jazolarga bilan hech qanday farqi yo'q. Faqat bir juma kuni kechda ketib uyga, anandan keyin yakshanba kuni kechgacha berib bo'lgan gap qarindoshlar. Faqatlam 2 akşam o'zining uyda xunash ruxsati bor. Anandan keyin bu jazolargidagi qarindoshlarimizni o azayib ketdi, qo'yib berdik, maktab bitadi degan gapning hammasi hikoya. Qo'yib berdik degani bir qism yolg'onlardan mushundaq zavod korxonalarni qurib, butunlay hukumat qaramog'idagi qog'oz ishlashdan tortib, tozliq qog'ozidan tortib, o'raydigan, qachalaydigan, ana keyin üspiga qiladigan, shu hukumatning ichida o'sha ishlarning hammani jazolargidagi yenib chiqqan, ya'ni yondirib chiqqan, qo'yib berdik degan qarindoshlarimizni nomidagi zavodlarda ishlayotdi degan yana bir yerga yo'tkab, shu yerdagi qarindoshlarimizni shu yerga abiyam qildik deganimdek shu shaklda ishlarga ma'qul qilib, ya'ni o'xshash shaklda shakli o'zgargan. Ya'ni jazo lagerida maktab bitdi degan shakli o'zgardi, ammo qimmat o'zgarmadi, shakl o'zgardi. O jazo lager degan yerdan zavod degan atalg'i yerga chiqdi, ammo boshqarish tuzumi, uning mengishi, uning haqorat kuchirishi, uning depsanda qilish o'xshash. Faqat ko'rinish kilam yasalmış xalqni aldashqa shu yerga yerlikni. Ana endi mana xalqaradagi bizni aldashqa qo'yilgan bir shakl ekanligi ma'lum bo'layotdi. Ishkirga o'tgan qarindoshlarimizdan ham shunda. Turkumlab ishkirga o'tgan, ishkirga olgan qarindoshlarimiz shu shaklda zavodda harbiy tuzum bo'yicha shuning ashta shakldagi nazorat qilishi, ashta ro'yi besim qilishi, mingishi, ashta shakldagi o kichkina to'tal pul berayotgan dedi. O yolg'onlardan chiqarib manch pul olyaptim, o'yganch pul avatdim degan hammasi hikoya. Bishkadamni yetkazgan hikoya dedi. Unda yolg'onlardan ko'rinish tashviqot uchun ishlatgan. Xitoy ustiga unda o'yan qo'yishqa shu shaklda qilgan uyan dedi. Faqat shakli o'zgargan men yuyish. Mana ana keyin turmadagi ba'zi birlarini bu turmadagi o jazolarga insonlar A, B, C, D deb turga arildi. A degani eng o'zgarmaganlar. B degani uni A'dan biroz to'varraklar, o'zgarishayotganlar. C deganlar biraz yengillashgan, menisi yerim yuyilib bo'lganlar degandek mana turga arildi qarindoshlar. Anandan keyin u bir turkumini mana tijorat nimidagi korxonada ishlayotdi degan yo'tgan bo'lsa, bir turkumlarni turmaga yo'tkayotganligi aniq. Qo'yib berdi deganga bir hikoya qarindoshlar. U bir yerdagi bir rayondagi, masalan, Urumchidagi bir 100-200 odamni qo'yib yutiblar, mana qo'yib berdi, uyga chiqdi, uyga berib kelyapti deganning hammasi mana shakilda haqqanda shakli uchun ko'rsatib qo'yadigan narsa.
bir türküm yaşlı hemmesini işkirge vatayotganlarmi tarqaqlar urush nomida shu jazo lagerining yana bir qismi. Türmedagi tutilgan jazo lagerining turma keskanini hisob olmoqlik keskanning soni nimaga ish berig'liq. Ammo tarbiyalash sonini azaytgan ko'stib, uni qanday qiladi desang, avvalgidek zavod korxonalarga ishlayotgan yerga uni shaklini o'zgartirib qilyotidi. Anandan keyin turmaga kesyotidi. Ayada qolgan jazo lageri degan yerda maktabda oz qilayotgandek sonning ko'rinayotgan yeri shu. Abamga deganimdek shakli o'zgardi, qimmat yana shu beti. Xalqimiz yana uylayotidi, ammo zulmning shaklini o'zgartib, Xitoy har xil shaklda yana zulm yurgizyotdi. Ammo yaqinda Qashqarga chiqqan bu yolg'on, bu bana. Ayşinada nimdida kevaz teriyotgan bir qarindishimizni sen kevazni kimdan nima qilding, nima uchun qilding, nima uchun teriysa, bu juqum mezgilda biz seni qanday qildik degan shaklda odamni Aşında bir xatolik qilib qolgan yoki o'zining kevizini o'rilish uchun nima kevizni o'zininki adam yo'q ayada etizlikda boshqa tarqildigan yo o'zi tarqildigan kasal emas odam. Ayda o'zining ishini qilayotgan odamni qig'izmaslik, kevizni o'ttirish, alni iqtisodini o'ttirish, bir muncha qazilib, bir muncha ish qilyapti. Ximiya o'g'itning qazi, yaning qazi, suvning qazi, bankidan qaz, bir muncha qaz bilan odamni qaziga pattirib, qazdan qutulolmaydigan qazni bir hayotida necha avlod ishlab to'laydigan qilib o'tish. Aning keyin ro'yini o'ttirib o'tish. Aning keyin jugani iqtisodini elib oldi, yerini elib oladi terimasa. Misol o'zining yeri olgan bo'lsa. Aning keyin jo deganda o'zining uy mulk yishimizni qo'ymaslik. Yishimizni qo'ymay ana butunlay xonavayron qilib o'tish. Maqsad bu. Xonavayron qilib o'tish uchun shakli o'zgargan shaklda alını türmede cezalar şekilde kılıç xanı veren kalması mağana iqtisadiyyatdan, yeridan, milidan, bütün mülküden, əsli, vəsildən bütünley qurtup, Uygurundan bütünley qurtup, aşı işlimisiz qılıp, kallıdan mı ketkizip, hayatıdan iştigerek üzünün aşı zerdab jutup, açıq jutup, işte ülep kessin. Mağın iştigerek yok kalsın deyip, bizni ağı bilen zərləb ötdəyən Xitay, Aydiskisini taqtib ötdəyən Xitay, milli bölgünçü terörist deb ötdəyən Xitay, namaz oqudun deb ötdəyən Xitay, iş qilib bizga milli bölgünçü, aqçı, kökçü, həmmisi bu bizni yo'qotishdiki do'ppa qarindoshlar. Bizni keydirayotgan do'ppalar hamması siyosiy, milli bölgünçü, diniy asabiy unsur, aksil inqilobchi, aqçı, kökçü, deganning hammasi do'ppa. Bizni faqat yo'qotishdiki qo'llanayotgan vosita bu. To'liq o'tirib bitgan o'quvchilarimiz hech qaysini tangdin to'lisidagi yer aylardagi o'quvchilarni hech qaysini nimaga o'tkazmadi. Universitetlarga o'tkazmadi. Qanday qildi? Bularni kasbiy tarbiyalash markazi deb kasbiy jihatda nimalarni qurib, ashariga harbiy shaklda olib. Demak, maktab bitgan o'quvchilarimizni to'liq o'tirib bitgan universitetga kirgizmay turib şekli o'zgargan kasbiy tarbiyalash markaziga gapirib, siyosiy o'rganishga, u yerda kasbiy tarbiyalash nomida yataqliq sulashga, ashadicho uni bir shaklda yo'qotishga atlandi. 95% ya 98% dedi. Tug'ish yeshidik ayolning hammasi operatsiya qildiryapti dedi. Chet eldan kim kirsin birinchi qildigan ishi shu tug'ish operatsiyasiga diqqat qilsin dedi. Qarindoshlarimiz. Shu tug'ish operatsiyasiga qaranglar. Her qanday qizvalda, her qanday to'g'ri yeshidik qizvalda bo'g'iylik. Demak, bizning naslimizni qurtib o'tmoqchi qarindoshlar. Naslimizni qurtib. Yaslidan tatib, lagerda qurib, abtida keladigan ya kelmaydi ekan. U ya bu yerda ishlayotganning hammasi shakil degan. Mana bizga o'rnak olib yo'qotilish uchun qo'yib qo'ygan bir turkum odamlar. Biz hozir bir qo'limizdagi isbotlarni ko'rsatib, Xitoyni irqiy qirg'inchilik qildi degan nuqtaga kelib, şunu qonuniy vosita bilan isbotlag'izib, bu xalqlarning bir tartibi var, bir kun tartibi var. Xalq e'tirof qiladigan bir formulasi var. Biz shu formulasiga tushirishimiz kerak. Bu bizning o'zimizning hissiyoti bilan, o'zimizning tushunchasi bilan, voy mana anda demabsizlar 3 millionni, 5 millionni, 5 million, 10 million uni isbotlab chiqqan degan oldim. Bizning deganimizni haq hisob olmaydi qarindoshlar. Mening hisobimda mening 20 million, 30 million devog'im bor. Ammo uni hisob olmaydi. Shuning uchun hisob qoldirish uchun biz tirishchilik qilishimiz kerak. Biz isbotlab chiqishimiz kerak shuni.
isbotlab berish uchun, uçurlarni to'plashimiz uchun shu uçurlarni har xil tillarga tarjima qilib, bir yaxshi shaklda anlatib, har xil muxbirlarning, har xil hukumatlarning tashqi ishlar ministri va shularning diqqat e'tiborini buningga qaratishimiz kerak qardoshlar. Şuna bu noktada izlenmeyiz. Ananda depsizler, manamanda depsizler dep yo'q bir adamdan putaq tapmaymiz. Vatanimizning zulmning kundan kunga ig'irlab ketib qolganligini, xalqimizning nola faryodining kundan kunga ishib ketib qolganligini, buni kun anglab verib, qulqimiz pishib, ko'zimiz, yeshimiz qurib, unutilib qolmaylik qarindoshlar. Hammamiz o'zimizga loyiq harakatimizni qilsak, o'zimizga loyiq ishimizni qilsak, o'zimizga loyiqcha fidokorligimizni ko'rsatsak, bu ish hal bo'ladi. Ama bu iş şahsen mening tarafim bilan ya 4-5 teşkilatdan ya 5-10 işi bilan hal bo'lgan narsamiz. Bütün umumiy xalq o'zimizning imkoniyatimiz yetganini jiqtab ketdim men. İmkoniyatimiz yetgan shaklda harakatimizni davomlashtirsak, imkoniyatimiz yetgan shaklda buni tirishchilik ko'rsatsak, imkoniyatimiz yetgan degan qila olgan ish demakchi. Qila olgan ishimizni qila olsak bo'ladi. Gapni qildik, ishni qila olishimiz kerak. Kerak. İşini qılanmay turib, quruq gapni qilavergan bilan, u WhatsAppda ko'tildagan bilan qimmat qilmamiz qolmaydi. Xalq bunda gapimiz bilan emas, amaliy harakatimizga qaraydi bizning uchun. Amaliy harakat nima ish qila oldi dedim. Men necha qitim dedim, bizning ko'zimiz ish ko'rgan bilan xalqning ko'zida necha ming ko'z bor. Siz bilan bizni kutib turgancha, qarab turgan nima ish qilyapti, nerda qo'pib, nerda o'tiryapti. Nima ish qildi, nima dedi degan narsalarni xalqimiz bilan hammasi aralashib hemiz oturup bizga o'xshash chiqmagan bilan, lekin makkallasida o'ylab tafakkur qilaylik. Shua biz haliqi amalninki piyi tushganlar, huquq tamasida bo'lganlar ulama oshkora o'tirdi. Xalq uchun fidokorlik qilayotgan, xalq uchun milini atayotgan, xalq uchun jinini atayotgan, xalq uchun bütün ahlini atayotganlarni o'tirdi. Buni xalq yüz ko'zidan ko'rib farq qila oladi. Biz o'rgatmasak-mi, biz hammasiga berib mana andatdi deb bermasak-mi, xalq bilguchilik holatda. Bilinmaganlar, taraf tutib, unutilib ketganlar, boshqani ko'rmaganlar u amalimiz yo'q. Uni o'zi keyin his qilib qoladi. Keyin 5 yildan keyin bunday keyinga qarasa, mashina to'g'ri qilib ekanmiz, mashina xato qilib ekanmiz. Shunda farqlantiradigan shunda aql versin deymiz. Aql idrak versin, tafakkur versin Cenab-ı Allah. To'g'ri shaklda ma'nolaydigan hammamizga aql idrak versin. Xalqimizning mushunchalik zulm turayotgan kunlarda mushuning uchun men bir erkak bo'lish, bo'lish uchun elning g'amini yeldimi, yemadimmi? Bu elning bugungi g'ami nimada? Men nima ish qilyapman? degan savolni har bir erkak o'zimizdan so'rasak, buning javobi chiqadi deb o'ylayman. Hammangni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.